Hammaga salom. Bugundan Go dasturlash tili darslarini boshlaymiz. Birinchi darsi Go haqida qisqacha gapirib bergim keldi. Go dasturlash tili qayerda, qanday sohalarda ishlatiladi va afzalliklari haqida gaplashib o'tamiz. Go asosan ko'p foydalanuvchiga ega bo'lgan yoki juda ham ko'p ma'lumotlar almashiladigan servislarni backend qismida ishlatiladi. Tezlik borasida taxminan C++ dasturlash tillari bilan tenglasha oladi. Golang dasturlash tili asosan shu aytib o'tganimdek backend servislarda, mikroservislarda, juda ham ko'p cloud servis tizimlarida ishlatiladi. Unda Telegram botlar yozsa bo'ladi, VPS, CDN servislarda ham ishlatiladi. Undan tashqari skarperlar, turli xil avtomatizatsiyalar, xullas nimaiki hozir tez ishlashi kerak bo'lsa, hamma shu Golang dasturlash tiliga yuzlanadi. Bu tilni o'zi Google kompaniyasidagi 3 ta amaki yaratgan Rob Pike, Cam Thompson, Robert Grismerlar. Ular dasturlash olamini dinozavrlari bo'lib, umri mobaynida juda ham ko'p tillarni ko'rishgan. Juda ham sekin kompilyatsiya bo'ladigan tillardan tortib, o'qilishi va yozilishi juda ham murakkab bo'lgan tillar hamda bugun yozsangiz ishlab turib, ertaga ochib run qilganingizda xatolik chiqib turadigan tillarni ham ko'rishgan. Xullas 3 ta qariya birlashib til yaratishgan. Tilni maqsadi esa tez kompilyatsiya bo'lish, yozishga sodda, ortiqcha gemoroylarsiz proyektni tezda ko'tarishga va dasturchini ham o'zini odamdek his qilishiga ozgina bo'lsa ham yordam berishga mo'ljallangan. Shaxsan o'zimning fikrim, Go hozirgi kunda PHP dasturlash tilini o'rnini bosib olyapti. Sababini aytib o'tadigan bo'lsam, Golang dasturlash tili juda ham tez ishlaydi va kompilyatsiya bo'ladi. Shu sababli bo'lsa kerak, juda ham ko'p PHP da yozilgan dasturlar hozir Golang dasturlash tiliga o'girib chiqilyapti. Juda ham ko'p startaplar, yangi proyektlar yoki katta kompaniyadagi yangi servislar, yangi funksionallar hozir Go dasturlash tilini tanlashyapti. Kompilyatsiya haqida gapirdim. Kompilyatsiya haqida ham ozgina tushuntirib ketaman. Kompilyatsiya o'zi nima? Sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, kompilyatsiya bo'ladigan tillar bu biz kod yozganimizda to'g'ridan to'g'ri kompyuter tiliga o'giradigan, ya'ni kompyuter tili esa 0 va 1 sonlaridan tashkil topgan binarniy kod bo'ladi. U bizni misol uchun A harfini yoz degan komandamizni tushunmaydi. Unga A harfini yoz deyishimiz uchun mana bu ketma-ketlikdagi 0 va 1 sonlarini kompyuterga berishimiz kerak bo'ladi yokida shu B harfini chiqaz yoki B harfini yoz degan komandani bermoqchi bo'lsak, mana bu turdagi shu 0 va 1lar ketma-ketligini berishimiz kerak. Chap tomonda mana sizlarga ko'rsataman yaqinroq qilib 0 va 1lar ketma-ketligida mana dastur yozilgan. Ya'ni bu yerda ko'rib turibsizlar, 0 va 1lar ketma-ketligi juda ham murakkab. Ya'ni odam yozadigan bo'lsa, bu yerda bitta bo'lsa ham 0 yoki 1 o'rnini alishtirib qo'ysangiz yoki qolib ketsa, dastur ishlamay turaveradi. Bu yerda bizni shu sevimli Golang dasturlash tilimiz odam tiliga ancha yaqin. Biz yozamiz, u kompilyatsiya qilib beradi. Kompilyatsiya bo'lmaydigan tillar qanaqa bo'ladi deyishinglar mumkin. Kompilyatsiya bo'lmaydigan tillarga misol qilib hammamiz sevadigan shu Python dasturlash tilini misol qilsak bo'ladi. Python dasturlash tili shu C dasturlash tilini ustiga qurilgan bo'ladi. Ya'ni siz Pythonda kod yozganingizda u to'g'ridan to'g'ri kompilyatsiya bo'lmaydi. U birinchi bo'lib C dasturlash tiliga o'giriladi. C dasturlash tili esa uni kompilyatsiya qiladi. Kompilyatsiya bo'lgan kod sizga javob qaytaradi va xuddi shu tariqa sizga C dan Pythonga qaytib keladi. Shu sababdan ham Python dasturlash tili ozgina qolgan tillarga nisbatan sekinroq ishlaydi. Go dasturlash tilini ishlatadigan kompaniyalarga keladigan bo'lsak, o'zidan o'zi Google kompaniyasi uni birinchilardan bo'lib ishlatadi, chunki Golang dasturlash tilini Google kompaniyasini o'zi yaratgan. Undan tashqari Netflix, Uber, Dropbox, Cloudflare, Twitch va Alibaba hamda hattoki Kubernetes shu Golang dasturlash tilida to'liq, ya'ni Golangda yozilgan to'liq. Xullas, Golang dasturlash tili haqida gapiraman desam, uni juda ham ma'lumotlar ko'p. O'zingizlar qiziqib shu Google orqali yoki YouTube orqali qidirib ham ancha ma'lumotlar olsanglar bo'ladi. Shu bilan bugungi shu Golang bilan tanishuv darsimizni yakuniga yetdik.
Qunduz bobo o'z ertaklarini tugatdi. Videoga albatta shu like bosinglar, kommentariy ham qoldiringlar, chunki bu menga juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Videomni o'zingizlardan tashqari odamlar ham ko'rishiga yordam beradi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.